O'tgan zamonda ikki aldamchi bo'lgan ekan. Birsi Koni shaharlik Namat, yana birsi Yangi shaharlik Samat ekan. Kunlarning birida bu ikki aldamchi Yangi shahar bilan Koni shahar o'rtasida uchrashib qopdi. Namatning dumbisida bir qop qo'y qumiliqi, Samatning dumbisida bir qop to'gi mayqi bor ekan. Salam Samat, nega ketib borsan? deb so'rabdi Namat. Sizlarning shaharga ketib borma. U yoqda yangoq qimmat deb angladim. Mono yo'g'on yangoqlarni pul qilib kelaymikin? debdi Samat. Ha, menmi sizlar taraf ketib borma? debdi Namat. Sizlarning shaharda uzum qimmat deb anglab, bir qop uzum ekib borma. Namat Samatni aldimoqchi bo'lib. Ey, undaq bo'z ikkimiz bekor vaqtimizni zoya qilmayli. Onundan ko'ra sotqil ekib olgan narsimizni tegishib, har qaysimiz o'zimizning shahriga olib sotmamdiq. debdi. Undaq bo'lsa, qoplarımızning og'zini ochmayli tegishayli. debdi Samat. Shunda qilib ikkisi mo'rilardagi qoplarni almashtirib, o'z mahallariga qarab ushqandek ravon bo'pti. Har ikkilisi uylariga hasrab hömö deb yetib kelib, qoplarni echib ko'rib baqsa, birsininkidan qo'y qumiliqi, yana birsininkidan to'gi mayiqi chiqibdi. Har ikkilisi xap deganicha demini ichiga yutibdi-da, yo'li kelganda bir-birini rosa bir qopqonga tushirib, puadan chiqishni ko'ngliga pukib qo'yibdi. Kunlar o'tib, Namat bilan Samat yana uchrashib qopdi. Yo'l bo'lsin, yo'l qayoqqa? debdi Namat Samatga. Jami boyninkiga ish izlab ketib borman. debdi Samat. Undaq bo'lsa, menmi boray? Ikkimiz birga ishlab qolsak yaxshi emasmi? debdi Namat. Jami boyga mal beqib berishga bir malchi, cho'ng qo'rusining ishlarini qilib berishga bir malay lozim ekan. Namat mal boqmoqchi, Samat boy qo'rusining ishlarini qilmoqchi bo'lib ishga kirishibdi. Namat atigan turib bir parcha qattiq nonni qo'yniga selib, bir qo'ton malni haydab chiqib ketdi ekan. U dalada atigandan kashkicha kunga qaqlanib, ussizlikdan suvga zar bo'lganning ustiga tarilib ketgan mallarni yig'iman deb qo'sh japa tortdi ekan. Tapiniga kirgan tikanlar putidan qon iqitsa, tapandan o'tgan issiq ko'zidan yosh chiqaradi ekan. Namat birinchi kunila shunchalik herib ketibdiki, akalgan qattiq nonni yeyishga mo darmoni qolmay, kashqurun o'lay o'chay deb uyga aran yetib ketdi. Boy uyining ishimi Samatga oson tushmabdi. Uningga azroq dam elib, biror tishlan bir narsa yevilishqimi vaqt chiqmabdi. U rosa herib, holi qolmay o'yli supurayotganda to'pining orasidan bir ko'mish pul tepib elib, shuning bilan ko'ngli to'q bo'lib, Namat kelganda rosa maqtanib, uni bir aldashni ko'ngliga pukibdi. Kashki ular o'choqning beshida o'ltirib, parang selishga boshlabdi. Pah, og'ina, malchi bo'lish nima degan yaxshi? Shunda tinish, rohat, malni yig'ib qo'ysanda uxlaysan. Uzoq kunni uyqu bilan o'tkazsa, uyga kelganda boy otam bilan og'chi opam qand bilan choy, bo'g'irsoq bilan moy beradi. Nima yeyman, nima ichaman desang shu tayyor. Shunga qo'ynimga sep ketgan nenimni yeginim yo'q. Mana ko'rdingmi? debdi Namat. Uy va ho'yli oramning ishimi yo'qning o'rnida ekan. Barliq ishni birdamdili tugitib yetsanda bo'shab qoldi ekansa. Shuning bilan qildigan ish yo'q. Usul o'ynab ketaman qara. Boy akam bilan og'chi hadamga usulim yiqib ketgan bo'lsa kerak. Belli yigit belli deb menga bir munch pul berdi. Kashkichi hajlasammi, yana birsi eshib qoldi. deb heliqi tepib olgan ko'mish pulni ko'rsatibdi Samat. Pulni ko'rib, Namatning ko'zi qiziribdi-da, Samatni oldirmoqchi bo'lib, biroq og'ina, mol boqqanda odam yolg'izchilikda zerikib qoldi ekan, deb ko'zining quyruqida Samatga qarab qo'yibdi. Uni bir dema, bu yo'g'on ho'ylidagi 4 tomning ichida menmi zerikib ketadi ekanmi? debdi Samat. Hey, biz ikkimiz ishlarimizni tegishmaymizmi? debdi har ikkilisi tangla. Atsi Samat mal beqishga chiqib, atrofga pitirab ketgan mallarni yig'olmay, jeni tumshqiga yetibdi.
o'zining aldanganligini sezib, xap degenicha boyning mollarini tashlab qechib ketibdi. Namatmo o'ylining ishlarini tugatolmay ko'miganni ko'ribdi. Kashga yaqin bo'lanmay o'mi quyrug'ini xada qilib tikib etibdi. Kunlarning birida ular ikkisi yana uchrashib qapti. Qo'shmoq meg'izdek yaqin do'stlar turib, nima uchun bir-birimizni aldab yurimiz? Uningdan ko'ra inoq bo'lib, boshqalarni boplayli deyishibdi ular. Maslahatlashib, xonning xazinasini o'g'irlamoqchi bo'lishibdi. Namat bir arg'amcha, Samat bir sanduqni ilib, xonning xazinasiga kechilab yetib keldi. Ular qarovullarning uxlab qolgan vaqtidan foydalanib, xazinaning ustidan teshibdi. Namat Samatni sanduqqa selib, arg'amchi bilan xazinaga tushiribdi. Samat sanduqdan chiqib, cho'nqur xazinaning tagidagi oltinlarni ko'rib, hayron bo'pti. Sanduqni yerimigacha oltinga to'shtirib, Namatga qarab, "Ey Samat, yerim sanduq bo'lsa bo'lamdi?" deb so'rabdi. "Voy yo'q, to'shqaz. Debdi Namat. Og'inisining xuy paylini bilgan Samat sanduqni liq to'shtirib bersam, sanduqni tortib elibla meni tashlab qochimsin deb o'ylabdi-da, sanduqning ichiga o'zi tushib, "Endi bo'ldi, tatqin" debdi. Sanduqning og'zi yipilmayla, Namat sanduqni bor kuchi bilan tortib oldi. Ondan u heliqi to'shikdan xazina ichiga qarab, "Hey qora yuz, meni aldab nima ishlarni qilganding? Endi men oltinni oldim, sen xazinda qolding. Ati o'zingni darda ko'rsasan" deb shamol uchirgan qamg'oqdek yo'lga ravon bo'pti. Lekin xazina yenidan ancha yiroqqa bormayla, nafsi taqildab ketib, oltinlarni ko'rib boqqisi kelib ketibdi. Sanduqni yerga qo'yib, og'zini ochibdi. Shu chaqda sanduq ichidagi Samat, "Vo qora niyat, sen meni o'limga tutib bermoqchimiding?" deginicha irg'ib qo'pib Namatga esilibdi. Ajratadigan odam yo'q. Bu ikkisi bir-birini toza mushlab, og'iz burnini qon qilib etibdi. Padişahning xazinasi atrofida uxlayotgan lashkarlar bu o'pir-to'pirni anglab, uyqularini echib kelib qarasa, bir sanduq oltinning yenida ikki odam mushlashayotgandek. Lashkarlar ularning put-qo'llarini bog'lab, o'rniga elib mengibdi. Atsi ularning xazinaga tekkan o'g'irlar ekanligi ma'lum bo'lib, har ikkilisi darg'a esilibdi. Yolg'onchining quyrug'i bir tutam degan so'z ana shuningdan qolgan ekan.